Yunusobod tumani 11-kvartaldan 3 xonali uyimiz chiqyapti. 3 xona 9-etaj uyimiz. Mana to'g'rimizni ko'rsangiz bo'ladi. Ahmaddosh bozorimiz, bu yoq tarafimizda Megaplentikka ketishimiz bor. Shundoq birinchi liniya metrolarga ham juda yaqin. 3 xona 9-etaj, 9-etajli domimiz bo'ladi. Bu yog'imizda podyezddan asosiy kirish eshigimiz bor. Liftlar ham mana yangi liftga alishgan ekan. Sanuzlari alohida qilingan. Bu yog'imizda mana tualetimiz bor, ko'rsangiz bo'ladi. Bu yog'imizda oshxona mana. 3 xona 4 xona qilingan ekan. Bu yog'ini kichkina xona qilib qo'yishibdi mana. Uyimizdan 72 kvadrat. Bu yog'imizda mana zalimiz bor. Zal ham katta keng. Remontlar yaxshi holatda turibdi uyimizdan. Bu yog'imizda vannamiz bor. Va to'g'rimizda bitta detskiy xonamiz. Bu yog'imizda spalni. Abolari ham, remontlari ham yaxshi holatda turibdi. Xo'p, uyimizdan narxi kelamiz. Narxini srochniy narxlari 73.500 deb so'rashyapti. Yana shundan o'tib berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqarasizlar.